Xitoy hukumati Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan yosh o'smirlarni Sharq Turkistonda Xitoy madaniyati bilan tanishish bahor fasllik lager faoliyatiga o'rlashtirgan. Xinhua torining xabaridan qaraganda, Xitoy tili ko'rki deb nom berilgan bu lagerning ichilish murosimi 4-oyning 15-kuni Xinjiang Pedagogik Universitetida o'tkazilgan bo'lib, uning Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Hindiston, Pokiston va Eron qatorliq 8 davlatdan kelgan 500 ga yaqin yosh qatnashgan ekan. Xabarda yana aytilishicha, bu faoliyat Xitoy Ma'rif ministrligining o'rinlashtirishi va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazoratining sohibxonlik qilishi bilan ochilgan. Bolalar 15 kunlik lager jarayonida Xitoy tili o'rganadigan va Junxua madaniyati bilan cho'nqur tanishidi ekan. Suratli xabarlarda bu yoshlarning Xitoy tili o'rganayotgan, mo'y qalam bilan masnaviy yozishni o'rganayotgan va Xitoycha san'at nomerlari ko'rayotgan ko'rinishlar tarqitilgan. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Amerika hukumatini Xitoyning Temo va Shin nomli parcha setish tor betlarini tekshirishga chaqirgan. Senator Marco Rubio 16-aprel kuni Amerika ana vatan xavfsizligi ministrligining ministri Alejandro Mayorkasga xat yozib, uningdan Xitoyning Shin va Temo tor betlarini tekshirishni talab qilgan. O xetida nurg'un xususiy organlar va jurnalistlarning Shin bilan Temoning Uyg'ur majburiy amgiki bilan yasalgan tovarlarning Amerika bozoriga kirishga yo'l ochib berayotganligiga doir qoyil qilarlik faktlarni bayqaganligini eskartgan. O majburiy amgakka taqobil turish xizmatini ijro qilish guruhining Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuni bo'yicha cheklanadigan shirkatlar tizimligiga yangi o'rinlarni qo'shadigan vaqti keldi deb ta'kidlagan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Xitoy bilan munosabatli hakkerlar Amerikaning xalqaro ul aslahalariga hujum qilishni saqlayotdi dedi. New York pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Wray Amerikaning Vanderbilt universitetida o'tkazilgan programmada so'z qildi. Wray mundaq dedi: Xitoy bilan munosabatli hakkerlar hushyorlikni saqlab, Amerikaning suber taraf qilish zavodi, elektr liniyasi, qatnash va uchur texnikasi qatorliq xalqaro ul aslahalarga hujum qilish uchun muvofiq paytni saqlayotdi. Almi shirkati Xitoydagi eng yuqori internet nazorat qilib boshqarish organining buyrug'iga asosan bugun WhatsApp qatorliq applarni Xitoydagi Almi app bozori App Store'dan o'chirib o'tgan. Valkochisi gazetining xabariga qaraganda, hukumat bu ko'rsatkichning sababi sifatida davlat bexatarlik andisini tilga olgan. Shvetsariyadagi OBS bankisi Xitoydagi xizmatchilarini qisqartirishni qaror qilgan. Egilishicha, bank yana Xitoydagi alohida fondi o'rinlarini taqashni qaror qilgan. Ahvoldan xabardor 3 kishining bildirishicha, OBSning shaxsiy fond boshqarish o'rni 2016-yildan buyon yo'lga qo'yilgan 19 mablag'dan 17 pay va zoim shaxsiy mablag'ini taqaydi va pulini mablag' sog'uvchilarga qaytaradi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Xitoyning yaqinqi yillardan buyon tez suratda shaharlashishi va kishilarning ehtiyojini qondirish uchun texmi ko'p suvning tarqalishi dengiz bo'yidagi shaharlarning ko'chib ketib, dengiz suyining o'rilishi bilan millionlagan kishilarning kalkun xavfiga duchor bo'lishini keltirib chiqaradi ekan. Egilishicha, 1920-yillarda Shanxay va Tianjinda yemirilish alomatlari ko'rilganligi ma'lum bo'lib, Shanxayning o'tgan asrda 3 metrdan ortiq cho'kib ketganligi bayqalgan.